Umrim havas bilan o'tib ketayotgan bir vaqtda bir og'iz gapimga Toshkentdan Samarqandga ketish vaqtida maza qilib ashula eshitib ketishim uchun menga bir emas, ikkita naushnik sovg'a qilishdi. E'tibor oddiy narsa emas, e'tibor hamma narsa deb bekorga aytishmagan. 1 minut skalpelim olib kelvoling. Bu naushnikni ochguncha umrimni yarmi o'tib ketgandek tuyuldi qaranglar. Endi unpackingni boshlayman. O'zi video zapis yoniqmi deb yomon qarashimni. Ha, onasini emsin, bu ham ochilmay ketdi. Sovchilikka borgandayam ularni ko'ndirish bu darajada qiyin bo'lmagan. Finally, sabrimga qoyillarim. Kutganimga yarasha menga juda ham yoqdi, rangi ham, o'zi ham. Shu joyida maza qilib ishoninglar. Endi menda ham shunaqa urib, o'ynab eshitib yuradigan naushnikim bor. Mezza. Odatda AirPods taqmasdim, chunki qulog'imni og'ritib tashardi. Xuddi shuni bilgandek menga vakuumli AirPods sovg'a qilishibdi. Qoyilmisizlar? Endi bu bilan bemalol josuslik ishlarimni amalga oshiraveraman. Ko'pchilikni duosi qabul bo'ladi deb eshitganman. Bularni sovg'a qilgan odamni rahmatiga voy o'lmaganu haqqiga duo qilib qo'ydim. Sizlar ham amin deb qo'yinglar. Yana ozuchka qilaymi yo'qmi yozib ketinglar. Paka.